hammaga bugun misollar bilan birgalikda quruvchilar jangi videosini olamiz. Buni tomosha qilinglar va shijoatga chiqadi. Bu Abdulloh pastki gaming, bunga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki bunda ham zo'r videolari bor. Adab ketdimiz. Gaming Abdulloh do'stlaring chiqadi mana shu. Hop, bu ham salomlashadi, qarab turinglar. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Abdulloh Gaming. Hop. Bugun mana Musulmon aytdi, quruvchilar jangi videoga like va obuna bo'linglar. Davay. Hop, qani bo'lsam ketdi. Men hozir Yabishni blog qidiraman. Yabishni blog menga ko'zimga shu ko'rindi. Shuning uchun shuni oldim. Keyin pastki qismiga boshqa blog qo'yaman. Bunaqangi chiroyli chiqishi uchun. Shuning uchun pastki qismiga men buni oldim. Agarda yana yeriga qo'yadigan bo'lsak, yeriga qo'ygani men oppoq blok olishga qaror qildim va oppoq blokni topdim. Oppoq blok va keyingisi bizaga yana kerakli bo'lgan narsalar keyin qilib olamiz. Hozir biz uyimizni qurib olamiz. Pastki qismiga bundan dedim chizib olamiz. 1 2 keyin videoni yoqaman. Uyimizni yasab bo'lib. Hozir aylanasini ham ko'rasizlar. Вообще-то chotki chiqdi. O'zimga yoqdi. Bitta Abdulloh akam ham quryapti. Hozir bitib qoldi meniki ham o'sha. Ozgina oldi. Tak men endi ichkariga kiraman. Qaranglar, kirsalar eshitaqing. Oh, boq chiroyli narsalar. Pollari chiroyli, imanetda har xil turdagi gullar va kitoblar. Bittaga ovqat pishirsalar ham bo'ladi. Nima qilsalar bo'ladi. Hamma narsa bo'ladi. Bitta endi yotoqxona, men gullar yaxshi ko'raman deb haqiqiy gullardan ham qo'yib qo'ydim. Ovozi zo'r shuni. Keyin ikkita sandiq qo'ydim va mana bitta kitob va yotish uchun. Men bekorga oynaylik qilmadim, chunki menga oynaylik kechqurun tushganini bildirib turishi uchun. Вообще chotki chiqdi. Meni o'zimga juda ham yoqdi. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, like va podpisk bosib bersizlar, bu o'sib chiqadi tez orada. Endi esa Abdulloh akamning uyini ham bitta ko'rib kelamiz. Davay, yuring, uyim bilan tanishtirsam. Qarang, meni uyim jana boy, basir lekin qani aylanasini ham ko'rsataman. Bularni ham mana aylanasi shunaqa ekan. Qattandir chiqsa bular o'qdi, mana tizinalar bor ekan. Tepaga chiqsa ham. Mana yerdan podval quraman. Keyingi qismda mana yerdan podval qurib qo'yaman. Keyingi qism uchun like va obuna bo'linglar. Agar mana shu video 10 ta obunachi yig'sa, mana shu video ikkinchi qismi chiqar. Qaranglar, вообще chotki-yu. Maza-yu. Endi qavatida to'g'riz, короче. Pastga tushganimizda kirganmiz, shunaqangi pechlar kutib olar ekanmiz. Yemakda qizil palos va mayda yotoqxona, mana bunaqangi birortani o'tib qo'yib olsangiz chetga. Mana yerga. Hop, hamma narsalar bor ekan. Bu chiroq va shunamgina uy hisoblanadi. Meni uyim keng va o'zingizni xohlagan narsa qo'ysangiz bo'ladi. Mendek hali ko'p joylar bor. Bo'sh bo'ldi. Bizning uyimiz bitdi. Sizga yoqqan bo'lsa, like va podpisk bosib qo'yasizlar. Zo'rdan bosilib ketdi. Mayli. Hop, hamma Xayr hammaga. Mana quruvchilar jangi videomiz ham o'tib ketdi. Xayr hammaga. Videolargacha ko'rishguncha. Siz ham xayrlashing. Hammaga xayr do'stlar. Bilan Abdulloh Gaming bo'ldi. Hop. Ko'rishlaring mumkin. Meni uyim zo'rroq, lekin Musulmonning uyi katta. Agar kimning uyi zo'r bo'lsa, o'shani kommentariyaga yozinglar. Agarda 1 meni uyim, 2 bularni uylari bo'ladi. Kimning uyi zo'r bo'lsa, aytinglar. Portlaydi hamma. What the